Sen kalang joydami yarim kechasi nima orqamda yuribsan? Seni deb buyuribman men. Men senga tushuntirdim sharoit. Kerak emas, bo'ldi, salomat. Ha, bo'ldi, yig'lama, tushundim hammasini. Tushungan bo'lsang, yarim kechasi qo'ni qo'shni ko'rsa, mahalla ko'rsa, nima deydi? Nima qilasan meni orqamdan yurib qol, salomat? Orqangdan yurganim yo'q-e? Nima kelding orqamdan? Senga yaxshilik qilgim keldi. Boya bironta odamga yaxshilik qilmagansan deding. Men ko'pchilik yaxshilik qilganman. Mana ko'chamizga lampochka qo'yganman men. Ana Sobir akani moli och qolganda tekinga o't berganman men. Qaysi birini sanay? Men bu vaziyatni juda yaxshi bilaman. Ayol kishi homilador bo'lganda har narsa yegisi keladi, lekin topib yemasa bolasi bitta bir narsa bo'lib qolishi mumkin. O'sha uchun men seni o'ylab, shunga mana uyimda qizargan qulupnaylarni terib senga olib kelib beryapman. Men ham to'g'ri tushunaman bunaqa vaziyatni. Rahmat, salomat. Ber, men ketay, iltimos, rahmat. Ol.